hammaga bir ajoyib yangilikni yetkazmoqchiman, dushmanlar bir kuy bo'lsin deydi. Azizlar, yanvar oyiga vizaga kirinadigan jarayon bor, ya'ni ikkinchi gruppamizga qo'shilib qolish imkoniyatiga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, azizlar, 20 dona joy ajratildi. Bu degani yanvar oyini oxiriga xudo xohlasa vizaga podacha qilasizlar degani. Azizlar, Bolgariya davlatiga 5 yulduzli mehmonxonani restoraniga, ya'ni povurga yordamchi yo'nalishi bo'yicha va undan tashqari sanitariya, уборка, посудомойка yo'nalishi bo'yicha vakansiyalarimiz ham mavjud. 7-8 soatli ish, bir haftada bir kun выходной. Azizlar, tilni bilsanglar, bilmasanglar bemalol harakat qilib ketsanglar bo'ladi. Asosiysi yurayda bo'lish kerak. Qayerga borishingizdan qat'iy nazar, ishingizga mas'uliyat bilan yondashadigan bo'lsangiz, albatta hamma joyda o'ziga yarasha hurmatga ega bo'lasiz. Azizlar, 2013 raqamida WhatsApp, Telegram bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Qo'shni respublika davlatidan turib dokument topshirsanglar ham bo'ladi. Azizlar, sizlar bilan Sherzodbek